Biz nemişqi çoqum ögөнüşimiz kerak. Bununla men bugun meni ilmiga birlashtirib, o'zimning ko'z qarashini o'rtoqlashib baqay. Amniyatda odam nemişqi ögündü. Faqat odamdek yashash uchun çoqum biz har vaqt ögөнüşimiz kerak. Amda odam bilan hayvonning farqi nima? Ong, tafakkur. Demek bizning mushu kallimizda, bizning mushu bo'ynimizning ustida meni ilmiga asoslangan chaqda 3 minga bor. Birinchisi 200 yosh kirgan ibtidoiy minga. Ikkinchisi 50 yoshga kirgan hissiy minga. Hamda 2 yosh kirgan bir aqliy minga bor. Demak, butun mushu minga hujayralarining ichidagi 80 necha milliard hujayraning 80%ni dal mushu ibtidoiy minga bilan hissiy minga ishlatadi. Demak, odam asosan odamdek yashay olmaydi. Nurg'un qarorlarni, ko'z qarashlarni, his tuyg'u xayollarni bizning 200 yoshlik ve 50 yoshlik mengimiz her vaqt bizga etib turdi. Intayin az bir qism vaqtlar biz 2 yosh kirgan, intayin ojiz, kichik, ma'sum, pishmagan bir so'yma mengini ishiltib, u ikkisiga jang e'lon qila olamiz yoki uni yengib maga olamiz. Shunlashqa bizning o'rganishimizdek eng muhim maqsad nima deganda shu 2 yoshlik bolani ulardanmi aql, ulardanmi ig'ir bisiq salmoq. Hatto shu 200 yoshlik va 50 yoshlik mengini şu 2 yoshlik bola o'zi uchun xizmat qildira oladigan bir holatga opirish uchun biz o'rganamiz. Shu mushjihatni tahlil qilgan vaqtda siz nurg'un his tuyg'ularni, xayollarni men o'zim qilyapman, aqlga tayandim deb qaraysiz, lekin yanılam 80% bizni boshqurdig'ini shu hissiy mingi bilan ibtidoiy mingi. Shunga odam aql egisi, ong, tafakkur egisi bo'lish sifati bilan hayvondan farqlangandan odam cho'qim o'zining aqliy mingisiga, yana cho'ng ming postlar qavitiga, shu pishmagan, kichik, so'yma, qolgan 2 pesh qadam mingining oldida ojiz bo'lgan shu mingisini azroq bo'lsa cho'ngaytish, kuchli qilish, gap qilish huquqini qo'liga elish uchun o'rganish kerak. Shu vajdan do'stlar, men sizlarni cho'qim o'zingizning qilayotgan ishi mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, xuddi shu hayotda odamdek yashaymiz, rahat yashaymiz, ulug' yashaymiz, izz yashaymiz deydiganmiz, har xil usullar orqali o'rganishni o'zimizga amal qilishimiz kerak. Shunga men do'stlarga yuqorqi ko'z qarashlarimni o'rtoqlash bilan birga yana bir qatimliq bir o'rganish uchurini berib qo'yishni loyiq topdim. Biz 17-yilda 90 diyorda Turpan, Pichan va 90 diyordagi barliq aqliy mingisini kuchaytirish uchun tirishchilik ko'rsatayotgan. Texnik rohat, baxtlik, xushal, unumli yashayman degan do'stlar uchun bir kunlik baxt va boylikni qo'lga keltirishdagi ilmiy 3 tadbir, yana 3 xuruj degan eng yangi amaliy qo'llanishchan meg'izliq darsimizni olib keldik. Demak, bu qatimliq o'rganish orqali bizning aqliy mingimizning yeshi 1 yosh emas, 1 kun cho'ngib qolsin ajib emas. Bo'lmaganda bizning yanalam ko'p qism vaqtlarimiz og'rinish, vaysash, umidsizlik, ochiqlanish, asosan azob ichida, yo'qsizlik ichida o'tib ketishi aniq. Shunga do'stlar, 17-yildagi bir kunlik ibtidoiy mingimiz bilan hissiy mingimizga jang e'lon qilishdan iborat, aqliy mingimizning yeshini ovutishdan iborat mush fursatni qadrlay desangiz, ayrimxonaga 17 raqam bilan o'zingizning aloqa nomerini qoldirib qo'ying.